Endi maqsad Oy, Mars emas. Gap shundaki, milliarder Elon Musk o'ziga tegishli SpaceX kompaniyasi hozir erishish oson bo'lgan maqsadga, ya'ni Oyda o'z-o'zini rivojlantiruvchi shahar qurishga e'tibor qaratayotganini aytdi. Muskning ta'kidlashicha, Oydagi loyihani 10 yildan kamroq vaqt ichida amalga oshirish mumkin. Marsda doimiy aholi punktini yaratish esa ancha ko'proq vaqt talab qiladi. SpaceX allaqachon Oyda o'z-o'zini rivojlantiradigan shahar qurishga e'tiborni qaratdi. Chunki biz bunga 10 yildan kamroq vaqt ichida erishishimiz mumkin. Marsga esa 20 yildan ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shunga qaramay, biz baribir Marsda shahar qurishga harakat qilamiz va bu jarayonni taxminan 5-7 yildan keyin boshlaymiz. Ammo asosiy vazifa sivilizatsiyaning kelajagini ta'minlashdir va Oy bu yo'nalishda tezroq harakat qilish imkonini beradi, dedi Elon Musk. Shuningdek, u Oyning asosiy afzalligi logistika va rivojlanish sur'atlari ekanini tushuntirdi. Oyga parvozlar har 10 kunda amalga oshirilishi mumkin hamda bu taxminan 2 kun davom etadi. Marsga missiyalar faqat 26 oyda bir marta amalga oshirilishi mumkin va bir tomonga sayohat taxminan 6 oy davom etadi.